Allah'ның elçisi suyumlik peygamberimiz eng oxirgi qitimliq vido hajidan keyin qizitmiliq bir kasalga giribdor bo'ldi. Mana bu kasal peygamberimizni ummatidan ayirgan edi. Bir ömür arzu qilib kelgan Rabbining jamolini ko'rishga nisib qiladigan vafotining bishorati edi. Peygamberimiz bu kasal sababidan o'rin tutib yetib qilib, shu paytning oxirgi safar uchun tayyorlanayotdi. Ahvoli kundan kunga eg'irlab ketyapti. 23 yil o'zliksiz davom qilgan va insonning bardoshlik berish kuchidan halqib ketgan payg'ambarlik vazifasi uni xili obdal harg'uzgan va muborak dinini upurtivatgan edi. Uni yo'qlab kelgan Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu: "Ey Allohning elchisi, kesalingiz nima degan eg'ir?" deyishdan o'zini tutolmagan edi. Suyumlik peygamberimiz onunğa javoban: "Biz peygamberlar mushundoq bo'lamiz. Bizga balo musibatlar hassilab keladi. Ammo sabrimizning mukofotini hassilab olamiz." Suyumlik peygamberimiz oxirgi kunlarida jamoatga chiqolmaydigan holga kelib qolgan edi. Shuning bilan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ni o'zining o'rnida jamoatga imom bo'lib namoz o'qishga tayinladi. Orliqda o'zini xili yaxshi bo'lib qolgandek his qilib, masjidga chiqib, sahoba kiromlarga azroq vaz nasihatlarni qildi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu suyumlik payg'ambarimizning vaz nasihatidan uning o'zlariga vido xutbasini qilayotganligini his qilib, ahli qayg'urdi. Ko'ngli yerim bo'lib, ko'zlaridan yoshlar sirg'ib tushishga boshladi. Orqadan o'zini tutolmay, "Ota-onam sang fido bo'lsin ya Rasululloh" deganicha o'quldab yig'lashga boshladi. Payg'ambarimizning kesili texmo eg'irlashga boshlaganda, boshqa sahobalar ham bargan sir yaqinlashayotgan bu ayrilishni sezib, ko'z yosh qilishga boshladi. Muhojir va ansor sahobalarning hammasi eg'ir qayg'uga cho'mdi. Suyumlik payg'ambarimiz muhtaram qizi Hazrati Fatimani yeniga chaqirdi. U kelgandan keyin "Salom qizim" deb, yenida o'ltirg'izgandan keyin uningga yoshirin bir narsalarni devidi. Fatima yig'lab ketdi. Ondan yana uningga yoshirin bir narsalarni devidi. Fatima xo'shalliqidan illiq tabassum bilan kulimsiradi. Fatima onamizdan bu yig'a va tabassumning sababi so'ralganda aytdiki, "Dadam o'zining vafot bo'ladiganligini deganda buningga yig'ladim. Ondan oila bo'yicha hammadan baldur mening uning bilan ko'rishadiganligimni aytgan edi, uningga suyundim." Suyumlik payg'ambarimiz kesili ig'irlashgan mazgilda ko'ngli yerim bo'lib, qayg'uga cho'mgan sahobalarga qarab mundoq dedi: "Ey insonlar, bilinglarki, men Rabbim bilan yuz ko'rishiman. Inshaalloh uning bilan sizlarni yuz ko'rishsizlar. Shuni unutmanglarki, men sizlardan baldur berib, sizlarni saqlayman. Diqqat qilinglar. Sizlar bilan yuz ko'rishadigan eng oxirgi joy Havzi Kavsar ko'lining bosh tarafidir. Kelgusida men bilan yuz ko'rishni xohlaydiganlar qo'lini va tilini gunoh ishlardan tassin." Allohning payg'ambari shu asnoda o'qildab yig'layotgan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ga qaradi va "Ey Abu Bakr, yig'lama, yig'lama." Ondan birdamdan keyin nihoyat harg'in holda uyga kirib ketdi. Shu kundan keyin namozga faqat chiqolmadi. Rabiul Avvalning 12-kunji kuni dushanba tong otdi. Shu kunda uningga vahiy farishchisi Jibril alayhissalom kelib, "Sana salom bo'lsin, ey Allohning elchisi. Bu mening seni deb eng oxirgi qitim yer yuziga tushishim bo'ladi" dedi. Ondan "Ey Ahmad, bu o'lim farishchisi Azroil bo'ladi. Sening yaningga kirish uchun ruxsat so'rayotdi. Halbuki u sendan burun hech kimning yeniga kirish uchun ruxsat so'ramaganidek, bundan keyin ham hech kimdan ruxsat so'ramaydi. Onunga ruxsat bersang" dedi. O'lim farishchisi Azroil alayhissalom uning yeniga kirib, "Ey Allohning elchisi bo'lgan ey Ahmad, Janobi Alloh meni sana avatdi. Shundaqla sening har qanday buyrug'ingga amal qilishimga buyurdi. Agar xohlasang ruhingni olib ketaman, agar xohlamsang ruhingni tiningda qo'yib qo'yaman" dedi. Dal shu vaqtda Jibril alayhissalom: "Ey Allohning elchisi, ulug' Alloh seni seg'indi.
Allah'ның elçisi suyumlik peygamberimiz özüdün ruhsat so'ragan ölüm farishchisiga Allah'ның dergahida bo'lganlar texmi yaxshidir. Ey ölüm farishchisi, Allah'ның emrini o'rindag'in, jenimni og'in deb buyurdi. Shu vaqtda suyumlik peygamberimizning beshi Oyisha onamizning quchqida edi. Yenida bir suv to'limi bor bo'lib, qo'lini yenidagi suv to'limiga chilab yuziga surdi va ilohiy seg'inish bilan to'lgan uchirish ishikidan kirayotganda eg'izlardan muborak shahodat kalimasi to'kildi. Ey Allohim, Rafiqul A'la, ey Allohim. Rafiqul A'la deganicha 63 yoshida muborak ruhini taslim etdi. Bir qancha asrlar ilgari, ey Rasulim, senmi o'lisan? Ularmi hamon o'lidi degan oyatul karim tajalli etdi. Suyumlik peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin butun xalq o'zini tutamay yig'ilishib ketdi. Shu asnoda ular o'zlariga ta'ziya va tasalli beradigan ko'rinmas bir sadoni angladi. Allohning salomi, rahmat va barakati sizlarga bo'lsin. Shuningdek, u ovoz ahli baytda ham qayta takrorlangandan keyin yana qaytadan anglandi. Har bir jon egisi o'limning ta'mini tetig'ichidir. Qiyomat kuni ajr savobinglar kam kutsiz holda sizlarga beriladi. Kimiki dovzaxdan yiroqlashtirilib jannatga kirgizilsa, u aniqla murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo hayoti insonni ozdiradigan sarmoyadan boshqa bir narsa emas. Shuni unutmangki, har bir musibatning Allohning dargohida bir tasallisi, har bir o'lgan kishining bir iz bosari bor. Allah bilan bo'lgan rishtangizni kuchaytiring. Umidlaringizni o'ninga bog'lang. Ammo haqiqiy musibatga duchor bo'lgan kishi ajr savobdan mahrum qolgan kishi hisoblanadi. Allohning salomi, rahmat va barakati sizlarga bo'lsin. Suyumlik peygamberimizning vafotidan keyinlar sahobalar masjidda yig'lashga boshladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu hech kim Muhammad o'ldi degichi bo'lmasin. O'miz qilichim bilan bo'ynini kesiman. Rasululloh Musa alayhisalomning aylanib ketganiga o'xshash aylanib ketdi, dedi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'lsa, suyumlik peygamberimizning muborak yuzini ichib, uning ustiga o'zini tashladi va yig'lab turib uning peshonasiga so'ydi. Sen hayot vaqtingda shunchalik go'zal eding. Vafotingdan keyin ham o'xshashli go'zal etibsan. Sening hayot vaqtingmi, o'lgan vaqtingmi nima degan go'zal ha? Deganicha Rasulullohning yuzini yepib qo'yib sirtqa chiqdi. Ko'ngli qattiq yerim bo'lgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu hozirmi ham Rasulullohning vafot bo'lmaganligi to'g'risidagi gapini so'zlab turibdi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'ldi qil, o'ltirgin ey Umar, dedi. Hazrati Umar o'ltirmadi. Hazrati Abu Bakr gapini 2-3 qatim qaytiladi va oxirida gap qilishga boshladi. Janobi Alloh Rasulullohning o'lib ketadiganligi to'g'risida sizlarning oranglardagi vaqtda xabar bergan. Sizlarning ham o'lib ketadiganligingiz to'g'risida o'xshashli xabar bergan. Rasululloh vafot bo'ldi. Sizlarning oranglarda ham hech kim hayot qolmaydi. Kimiki Muhammad alayhisalomga cho'qingan bo'lsa, Muhammad alayhisalom o'ldi. Kimiki Alloh taologa ibodat qilgan bo'lsa, shubhisizki Alloh taolo hargizmi o'lmaydi, dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning gapidan keyin jamoat Rasulullohning rasmiy vafot bo'lganligiga ishondi. Hazrati Umar yig'ladi va tizlanganicha yerga yiqildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafoti sahoba kiromlarga bakli og'ir kelgan edi. Chunki ular uni har qanday odamdan va har qanday qimmatli narsalardan bak yaxshi ko'radi. Ularning Rasulullohga bo'lgan sevgisi shu darajadaki, shu kundan e'tiboran Payg'ambar alayhisalomning muazzini Bilal Habashi ko'kni qoplaydigan yangroq ovozi bilan azon o'qiyolmadi. Qachoniki azon o'qishga tamshalganida munbarda Rasulullohni ko'rmagachga buqildig'ini yig'lab ketadi. Shu sababdan ichini ko'ydirgan seg'inish o'tini pasaytish uchun Madinadan ayrilib Shamga ketdi. Bilal radhiyallohu anhu bir kuni tushida suyumlik payg'ambarimizning uningga nima degan uzun ayrilish bu ey Bilal? Ajiba meni ziyorat qilib yo'qlaydigan vaqting kelmadimi? deganligini ko'rdi. Bu tushdan keyin Hazrati Bilal radhiyallohu anhu hasrat ichida uyg'ondi va shu hamon yo'lga chiqib Madinaga yetib keldi.
O Allah'ның elçisi suyumlik peygamberimizдің qabrisini ziyaret qilib atqanda Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geldi. Hazreti Bilal ularni quchoqlab söydü. Hazreti Hasan ve Hüseyin'nin "Ey Bilal, senin azan ovozingni bak seg'indiq" deb ching turib elishi bilan azan o'qishga boshladi. Bilalning azan ovozi bilan butun Madina titirdi. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deyilganida her ayol bütün odamlar Allah'ның peygamberi tirildi deb o'ylab, payg'ambar masjidining yo'llariga to'kildi. Suyumlik peygamberimizning vafotidan keyin Madinada odamlarning bunchavala ko'p kishining yig'ilgan holati ko'rilmagan edi. Abu Zar radhiyallohu anhu deydi-ki, Allah bilan qasamki, Allah'ның elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahiret hayotiga yo'l olganda bizni shundoq bir holda tashlab qo'ygan ediki, bir qush osmonda qanot qaqsa, qushning o harakati bizga Rasulullohning bir hadisini eslatdi. Chunki olimlarga rahmat suyumlik payg'ambarimiz bizga insonni jannatga yaqinlashtirib, jahannamdan yiroqlashtirishga oid hamma narsa sizga izohlab, tushuntirilib bo'lgan degan edi. Ey sultonim, ey Madina munbirida ummatim deb qayg'urgan suyumlik inson. Makka mihrobida olimlardan hisob elishga Allah yetar degan suyumlik inson. Biz ham Allohning rahmati yaqqan eshikingga tiz cho'kdik. Sana bay'at qildik. Rabbingdan bizga nima ep kelgan bo'lsang, amanna deganimizcha angladik va itoat qildik. Ey karamlik Rabbimiz, Rasulungni bizning qilganlarimizdan xabardor qilgin. Onunga minglarcha salom va durtlar bo'lsin. Habibinga maqomi Mahmudni bergin. Onunga shafaatni ato qilgin. Uni Rafiqul A'laga, ya'ni barzax olamida eng yuqori o'ringa ko'targin. Shu qatorda bizni ham afu qilgin. Uning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mu bizni afu qilgin.